Har doimgidek Shadow va bugungi videomizda biz top 3 ta eng zo'r modlarni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam Go birinchi mod. Mana qarshi keyingi modimiz, ya'ni birinchi mod emas va shunaqa furnitura modlar bunaqa ko'p, ya'ni buni ko'p Minecraftlarda ko'rgansizlar, shunaqa ishlatiladi. Bundan ham ko'p, hozir hammasini ko'rsam video vashi qiziqarsiz bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun o'zlaring yuklab olib, nima qilib o'ynaysizlar. Videoda oxirida qayerdan yuklashni aytaman. Bu Telegram kanalda bo'lmaydi. Boshqa joydan yuklanadi. Ya'ni bitta ilova bor, shundan yuklanadi. Men sizlarga o'shani o'rgatib ketaman. Agar yuklanaman, ya'ni ilova tortgim kelmayapti, masalan, ilova emas, tortgim kelmayapti desalaring, короче, Telegramga yozib qo'yaman. Telegramdan bemalol kirib, Telegram kanalimga o'shdan yuklab olsanglar bo'ladi. Bundan keyingisi vashya qizig'i mod. Короче, keyingi mod. Keyingi modimiz bu qurol modi. Turishini qaranglar-da. Qaranglar. Sizlarga ular animatsiyasini ko'rsataman. Birinchisi bizning PUBG o'ynaydiganlar biladi, bu qurolni AKM qurol. Buni ko'rinishi. Animatsiyani qaranglar, chotki animatsiyalar bor. Endi keyingisi. Bu qurolni biladiganlar biladi. Bilmaydiganlar biladi. Bu trillatib bu trillatib o'taradi. Po'xir. Bu qurolni ko'p odam biladi. Bu qurol har doimgidek legenda bo'lib qoladi va bu M406 quroli bo'lib rasmni olib ko'rsatib sizlarga. O'tirsam o'jaladi. Короче, keyingi bu qurolimiz. Bu qurol juda bilmadim. Mana animatsiyasi. Chotki va bu bittalab otmasa yaxshi. Va bu adashmasam PUBG'da ham bor, juda esimdan chiqib qoldi. Mo'ljallarni ham ko'rasiz. Va bu Scar. Otish animatsiyasi ham bor. Shunaqa ot yuraverasizlar. Keyingi qurolimizni bilmadim, qaror shunaqa qurollar agar kimga kerak bo'lsa, Telegramga yo'q bo'lsam shu ilovani oxirida aytaman, shu ilovadan yuklab olishingiz mumkin. Yana bunda ko'plab qurollar bor, masalan deylik, mana. O'qiladi. Bularda o'qi ham bor, lekin sal pastroq tushadi. Nimada Infinity o'q bor, yana men olganman. Любойga tushiradi. Pushkalar ham bor. Keyingi modimiz. Qani Go. Oxirgi modimiz. Sizlarga plus mod qilmoqchi edim, lekin keyingi videolarda plus, ya'ni plus mod qilaman. Bizning nimamiz buni. Bu ochilib bo'ladi. Bularni hech bir ishlamaydi, lekin bu ishlaydi. Bular ishlamaydi chunki bu Java'dagi kompyuter modini ko'chirilgan versiyasi bo'ladi. O'shaning uchun nima desam bo'ladi? O'shaning uchun bularni ba'zilari ishlaydi, ba'zilari ishlamaydi. Xolosgina bu alohida mod. Xolosgina shular bor. Nima desam bo'ladi? Juda qiziqarli modlar, ham videoda ishlatsa bo'ladigan, juda ajoyib modlardir. Mana boshdagi xona, bu ham chotki, keyingi nima desam bo'ladi? Keyingi modda serialga ishlatilgan eng zo'r modlarni
qo'yib boraman. Mana kuzatib boring. Men sizga bundan qiziqarli modlarni boraman kanalimga. Hammaga rahmat. Video tugadi.